Mana bu haqida ham gapirib bering. Buniga ehtiyoj tug'ildimi? Ha, bunda endi bu ham zamonaviy yangi qafas oldik. Qanchaga olgansiz? 67 million. Bu avtomat suvni, yemini o'zi nazorat qiladi. Demak, endi kirib ham yotmaysiz. Ha, tuxumini olish uchun bir kunda bir marta kirsa bo'ladi. Mana shu olgan qurilmangiz endi katta desak ham bo'ladi, zamonaviy. Nechta deylik bedanani boqishga sharoit bor bu yerda? 4000 ta bedana uning ichiga bo'ladi. Demak, hamma bedanangiz shu ichiga kiradi. Shunday. Hammasi bir joyda bo'ladi. Hammasi bitta joyda, bitta qarovga bo'lamiz. Hozir kichkina bir 3-4 joyga boqyapmiz. Endi bitta qilib zamonaviy qildik. Shuni orqasidan sayohatlar qilmoqchimiz. O'zim Xitoy borib kelganman. Mana shuni orqasidan. Xudo Yevropalarda aylanib chiqishga yetadi mana shu daromad. Agar kimki shuni sidq dildan qilsa, yaxshi bu. Paranda xor qilmaydi. Tomoshabinlarimiz qiziqdi. 100 ta bedanadan boshlamoqchi. Qayerdan borib oladi uni birinchi navbatda? Shuni yetkazib beruvchilar bormi? Bor, hamma viloyatda bor. Hamma tumanda bor buni jo'jasini chiqaradigan. 100 tani xarajatini hisoblab beraylik, keling. Mana minimumda siz aytib bering 100 tani. 500 ta qilaylik, 100 ta kichkina, 500 ta qilish uchun xonasi tayyor bo'lsa, bir 10 million xarajat qilsa, u bemalol shu yilda o'zi xarajatini ham chiqaradi, ro'zg'orni ham obod qiladi bu. Siz buni olib borib topshirasizmi yo olib ketishadimi? Men topshiraman, bozorlarga topshiraman. 20% dan ko'pi uydan ketib qoladi. Bozordan topisha olmayapti kimlardir yoki kimdir xohlayapti o'zidan terib olib ketay deb, ancha qismini uydan sotamiz buni. Muxtor, bu nima yem bu? Va kilosi necha pul turadi buni? Bu o'zi bedana uchun maxsus yem. Bu ham hamma joydan topiladi. Hamma viloyat tumanda bor. Qidirib yurishyaptimi? Yo'q. Buni kilosi necha pul turadi buni? Buni kilosi hozir 4600 so'm, 1 kilosi. Sizni 5000 ta bedanangiz bir kunda necha kilo yeydi? 150 kilo yeyapti hozir. 150 kilo? 150 kilo yeyapti. Ha, bittasi 25 gram yeydi dedingiz a? Ayni 25-27 shunaqa aylantirib yeydi. O'rtacha 25.